Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va tadbirkorlar, ko'rishingiz mumkin 4x3 razmerda do'konimiz tayyor bo'ldi. Bugungi sanamiz 12-may va lokatsiyamiz shu turibdi. Lokatsiyamiz Surxondaryo viloyati Angor tumaniga mana bu yerga qurib berilgan 3x4 razmerda do'konimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, tashqi dizaynimizga alohida e'tibor beramiz. Mana bunaqa mokriy va korechniy kombinatsiya qilib berganmiz va bu yoqqa polkalargacha qilib berganmiz. Aziz do'stlar, ko'rishingiz mumkin, juda ham mustahkam. Bo'ylar, o'ynamochlar, uni ham ko'rsatib o'taman va fasad zonalariga e'tibor beramiz. Mana bu fasad zona va 3D variantda bo'ladi. Hech qanaqasi o'chib ketmaydigan mana setlariga e'tibor beramiz. Mana bu yon tomonda eshik qilib berganmiz va eshik qismini alohida o'zimiz e'tibor beramiz. Dizayniga va sifatiga baho beramiz, tashqi ko'rinishiga. Va mana bu yerda ikkita ochiladigan derazalar ham bor va bu yerda ham polka bor. Mana bu yoqda ham. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.